Til bu millat ko'zgusi hisoblanadi. Til ma'naviyatimiz xazinasi hisoblanadi. Har birimiz, har bir millat vakili tilimiz oldida burchlimiz. Ona tilimizga davlat tili maqomining berilganligiga ushbu kunda 36 yilligi keng nishonlanmoqda. Munavvarim, muqaddasim ona tilim mavzusida katta bir adabiy badiiy musiqiy tadbir tayyorlashdi. Ushbu tadbirda albatta biz tilimizning millat vakillari, yurtdoshlarimiz hayotida tutgan o'rni haqida, uning sofligiga naqadar burchli ekanligimiz haqida birozgina fikrlashib oldik. 1989-yil O'zbekiston Respublikasi davlat tili qonuni qabul qilingan kun hisoblanadi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qilingan. Har yili ushbu bayram juda keng miqyosda nishonlanadi. Mana bugun ham Chiqindilarni boshqarish agentligi hamda poligonlarni boshqarish direksiyasi davlat muassasasi Abdulla Qodiriy ijod maktabi hamkorligida Munavvarim, muqaddasim ona tilim deb nomlangan juda chiroyli tadbir o'tkazildi. Bu kabi tadbirlar xodimlar o'rtasida vatanga bo'lgan muhabbat va iftixor tuyg'usini hamda davlat tiliga bo'lgan faxr va iftixorni uyg'otadi.